Bu arendaga beriladigan uyimiz Shayxon Tohir tumani, Huvaydo mahallada joylashgan. 110 kvadrat metrlik uyimiz, 4 ta xona. Bu общий zal. O'ng tarafda sanuzel, chap qo'l master spalni. Bitta videoga e'tibor beringlar. Remontiga unaqa arzon, tufta narsalar ishlatilmagan umuman. Bu birinchi spalni. Общий 3 ta spalni bor. O'zini garderobi bilan birinchisi. Sanuzelni ham ko'rsatib o'taman sizlarga. Remontiga e'tibor beringlar. Narxiga nisbatan ancha zo'r uy. Hop, общий zal, podyezddan kirib kelish. To'g'rida kuxnya. Menimcha ko'pchilik havas qilsa kerak ayollarimiz bunaqa kuxnyani. Stoleshniца deyiladi bu. Hop, hamma texnikalar bor. Kuxnyada. Balkon ham bor. Gazlarni balkonga chiqarib qo'ygan ekanlar. Bu ikkinchi spalni. Detskiy desa ham bo'ladi. Uchinchi spalnimizni ko'rsataman. Bu yerda lishni narsalar bor, buni o'zlari olib ketadilar. Keyin yana bitta konditsioner bor. Uni ham o'rnatib beraman dedilar. Televizor ham qo'yib berar ekanlar. Zalda turgan mebellarni bundan ham yaxshiroqni qo'yib beraman dedilar, faqat buni olib ketaman dedilar. Narxiga keladigan bo'lsak, $1200. Shayxon Tohir tumani, Huvaydo mahallada joylashgan.